Ramazon oyida gunoh qilmang. Biz ro'zani shavq va zavq ila tutyapmiz. Lekin ro'zaning ma'nosi nima, bilamizmi? Ro'za yemoq, ichmoqdan hamda shahvoniy xohishlarni qondirishdan saqlanishdir. Ushbu 3 narsadan saqlanish ro'zaning shartidir. E'tibor qiladigan bo'lsak, aslida ushbu 3 narsa halol. Yeb ichish halol. Joiz yo'l ila xotin nafsoniy xohishlarni qondirishlari ham halol. Ammo ro'za paytida ushbu halol narsalardan ham saqlanyapmiz. Taom yemayapmiz, biror narsa ichmayapmiz. Lekin oldindan doimiy harom bo'lgan narsalardan, masalan, yolg'on gapirishdan, g'iybat qilishdan, badnazarlikdan saqlanmayapmiz. Bu harom amallarning hammasini qilyapmiz. Bu endi qanday ro'za bo'ldi? Bilingki, ro'zaning eng muhim talablaridan biri gunohlardan ham saqlanishdir. Ko'zlaringizni saqlang, quloqlaringizni saqlang, tilingizni saqlang. Alloh taologa ma'siyat qilishdan batamom saqlaning. Agar bu muborak oyni shu tarzda o'tkazib olsangiz, ortiqcha 2 rakat nafl namoz o'qimasangiz ham, ziyoda tilovat qilmasangiz ham, zikr va virdlarni bajarmasangiz ham Ramazon sizga muborak bo'lsin deymiz. Chunki siz ayni ro'zaning mohiyatini ro'yobga chiqargan bo'lasiz. Ammo ro'za ham tutsak-da, nopok ishlar ham qilsak, fahsh filmlar ham tomosha qilsak, bu qanday ro'za bo'ldi? Ro'zaman deb halol narsalarni tark qildik, harom narsalarni esa tark qilmadik. Nabiy sollallohu alayhi va sallam kim yolg'on gapirishni va unga amal qilishni tark etmasa, uning taom va sharobni tark qilishiga Allohning hech hojati yo'q degan ma'noda ogohlantirganlar. Shuning uchun oldindan harom bo'lgan yolg'on gapirishni tashlamasak, u holda halol taomni tark etib qanday ulug' amal qilgan bo'lamiz? Ro'za bizdan barcha gunoh ishlarni tark etishimizni talab qiladi. Bir Ramazonda doktor Abdulhay Orifiy Quddisa sirruh shunday dedilar: Men boshqa hech kim aytmaydigan bir narsani aytaman. Nafsingizga tasalli bering va ushbu bir oyni gunohsiz o'tkazib ol. Shu oy o'tgach istaganingni qil deb ahd oling. Hazrat yana aytadilar: Alloh taoloning rahmatidan umidki, bu bir oy gunohsiz o'tsa, keyin Alloh taoloning o'zi kishining qalbida gunohlarni tark etish istagini paydo qilib qo'yadi. Lekin ahd qilib olsin. Allohning oyi kelyapti. Bu ibodat oyi, taqvo hosil qiladigan oy. Biz unda aslo gunoh qilmaymiz. Har bir kishi o'zining holatiga nazar solib, qaysi gunohlarga mubtalo ekanini bilsin. Keyin o'sha gunohlar haqida men endi ularga qo'l urmayman deb ahd qilsin. Masalan, muborak Ramazon oyida ko'z harom o'ringa tushmaydi, quloq harom narsani eshitmaydi, tildan noto'g'ri gap chiqmaydi deya ahd qilib olsin. Ro'za tutib olgan bo'lsa-da, ammo fahshlarni ham ko'rayotgan va undan lazzatlanayotgan bo'lsa, bu aslo yaxshi holat emasdir.